Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xattabi Qur'onlik qo'zg'alon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 17-qism 8. Hukumatning tashqi siyosatlari. 1. Davlatlar aro tashqi siyosati. Xattabi azaldan o'z davlatining mustaqilligini e'tirofga erishish uchun davlatlar ro'yiga bek ko'ngil bo'lgan bo'lib, Suvaysironing Jenef ummat parlamentida RIF masalasini qiziq nuqtaga aylantirishga ko'p uringan edi. Va 1922-yili qarindishi Muhammadni tashqi davlatlar bilan aloqalashish va Mag'ribning vaziyatini va ta'kidlarni o'tirg'i qo'yish uchun avatgan edi. Va undan keyin boshqa davlatlar bo'libmi taraqqiy qilgan davlatlar bilan aloqani quyuqlashtirdi. Axborot va tashviqot taratquv harakatlarini texnik qo'llab quvvatladi. London, Farij va Italiyaga shundaqla Qizil Kirst, Qizil Hilal oy jamiyatlariga va g'arb partiyalari va kasbiy jamiyatga yangi tug'ilgan davlatning kelgusi orzularini ifodalab xat avatgan bo'lib, bu ilg'or chet ellik siyosiyon va nurg'un jurnalistlarning riftga naq maydon faktlarini ko'rish va qaytib berib Xattabining uchurini butun dunyoga yetkazish uchun to'planishiga sabab bo'lgan edi. Shuningdek, Xattabi yana atrofiy davlatlar bilan siyosiy va iqtisodiy munosabat o'rnatish va xalqaro vazifalarga yo'l hozirlashga ham kuchigan edi. Cumhuriyet bayonotida mundaq kelgan: 1921-yili iyulda biz Angliya, Fransiya va Tanjadagi Italiya elchilariga RIF Cumhuriyetini e'lon qilganligimizni va ispanlarga qarshi mustaqilligimiz uchun nihoyatda manfaatli janglarni qilganligimizni, jumladan RIF Cumhuriyetining barliq rayonlaridan tortib O'rta Oq dengizgacha va Milliya Atlantik okeangacha rayonlarda xotirjamlik, amillashib mustaqilligimiz e'tirof qilinguncha ko'rishimizni davomlashtirganligimizni uqtirib qo'ydik. İngilizlar o'zlarining gollandiyaliklarga o'xshamaydigan ko'rganidek bir rifliqlarmi mag'ribliklar emas, balki bu irqiy aralashtirib o'tish bizning mustaqilligimizni qo'g'dishimiz va dunyodagi boshqa davlatlar bilan aloqa o'rnatishimizda bizni inglizlarga o'xshash qilgan narsadir. Biz mana bu uqtirish orqali dunyoning o'xshamagan rayonlaridagi va o'xshamagan davlatdagi barliq kishilarni, olimlar, geologlar, ximiklar va injenerlarning yordamida siyosiy maqsadda emas, balki savdo maqsadida ma'lum rayonlarni qizib tekshirishga taklif qilamiz. Biz Algeriya kelishimini dastak qilib, biz bilan urush qilayotgan Ispaniya armiyasining tajovuzchilaridan zimmalarimizni qo'g'daymiz. Bu kelishim Mag'ribning hokimligini, mutlaqligini va mustaqilligini va erkin iqtisodiy hurlikini e'tirof qiladi. Hokimiyat foydasiga qilingan oxirgi ikki moddaga moslashgan holda ilgari yuz bermagan bir narsani talab qilamiz. U bo'lsa Mag'ribning bojlarini to'lashim va taraqqiy qildirishimizdir. Va biz jumhuriyatimizda farqsiz holda iqtisodiy erkinligimizni qo'lga keltirish uchun barliq davlatlardan muntazam va xotirjam va taraqqiy qilgan shaklda ishlamchilarni jalb qilish uchun shahrimizdagi mo'l boyliqlarimizga xos savdo taraqqiyot o'rni ta'sis qilamiz. Xattabi o'zining murosimlar va davlatlik tabrik yig'inlariga tayyorlagan xatlarida mustamlik ostidagi xalqning insoniy musibatlari va bu mustamlikka o'rtaq qarshi turishning zarurligini ta'kidlashni asla unutib qolmagan edi. Masalan, uning Argentinaning Buenos Airesda mustamlikning qurboniga aylangan Beyro janglarini 100 yilligini aslash munosabati bilan o'tkazilgan o'quvchilar qurultiyiga avatgan xatida mundaq kelgan: bu yerda xalqning o'z oqibatini belgilash huquqidanmi muqaddas huquq yo'qdir. Hatto bu xalq o'z aqliyati va qiziqishiga muvofiq tuzumni tanlash huquqidanmi buyukdir. Mag'rib xalqi sizlarning qahramonlaringlar shuning uchun kurash qilayotgan muqaddas g'oya uchun kurash qilayotdi. Shuningdek, Angliya Daily Mail gazetida qilgan bayonotida mundaq kelgan: biz tinchlikni yaxshi ko'radigan xalqmiz.
lekin biz xorliq va zulmga aslo rozi bo'lmaymiz. Biz Allohga va arab shon sharifimizga shundoq ahd qildikki, bulanchi chet el kuchlari tahdid keltirayotgan muqaddas o'rligimizni jon tikib qo'g'daymiz. Biz aslida jangni yaxshi ko'rmaymiz, lekin biz ozodlikni talab qilishimiz badaliga erishgan xotirjamlikni yaxshi ko'ramiz. Ammo dushmanimiz jangni iroda qilsa, oramizda jang abadiy davom qiladi. Ve İspanya'dan Rif ve Hişyana qirg'inida ve bizning yo'lliq talablarimizning yo'lida nurg'un pok kishilarning qini nohaq oqadi. Keyinchi Xattabiy 1922 yili Xalqaro ittifoqiga yo'llagan risolasida davlatlararo rasmiy e'tirof qilishga erishish uchun ko'p tirishgan edi. Bu risola hozirmi Xalqaro ittifoqining varisi bo'lmish Birlashgan Davlatlar arxiv omrida mavjud. Lekin bu ittifoq shu vaqtdagi Xattabiyning bu davlatini e'tirof qilmagan. Chunki bu ittifoq Mag'ribni ishg'ol qilish kelishimini tuzib bo'lgan. Fransiyaning ta'sir doirasida bo'lib, Mag'ribdagi har qanday mustaqillik harakatlarini to'sishga harakat qiladi. Xattabiyning tashqi siyosatini tuvandagidek xulosalashimiz mumkin. Birinchi, dushmanlikni yengiltish ve atrofidagi Yevropa davlatlari Fransiya bilan Rifqa qarshi birlashmasligi uchun imkon bor dushmanni azaytish. Ikkinchi, cho'ng davlatlar ve davlatlik tashkilotlarning Rif Cumhuriyatini e'tirof qilishiga erishish uchun tirishchanlik ko'rsatish. Uchinchi, atrofiy davlatlar bilan iqtisodiy do'stlik munosabati o'rnatish ve xalqaro ömek üçün Rifqa yol hazırlaş. 9. İspanlarga karşı taşqi siyaseti. İspanlarning Mag'ribda nihoyatda sharmandalarcha mag'lub bo'lishi İspaniya ishidimi siyosiy vaziyatning davolg'ishiga sabab bo'ldi. İnqilobni eng oz ziyon bilan tugutish. İspanlar Xattabiyga Rifni İspanlar egilik huquqidagi avtonomiya huquqi berish sharti bilan mustaqillikni e'tirof qilish fikrini o'tirib qo'ygan bo'lib, bu Xattabiy va Rifliqlarning kaskin rad qilishiga uchirgan edi. Haqiqatan ikki taraf o'tirisida suhbatlashishlar bo'lib o'tadi. Biz Qo'ng'izg'ulonning rahbarlik tashviqotlarida oliy janoblikni ko'rib olamiz va yana shu vaqtning o'zida ularda ispanlar bilan do'stlik o'rnatish va hukumatini e'tirof qilg'izish va Rif davlati bilan aloqa o'rnatish zarurligini, ispanlarni qoyil qilishga rag'bati borligini ham ko'rib olamiz. Bular Xattabiyning tashqi ishlar ministri Muhammad Zarqoniyning buni xitoblarida ro'shan bo'lgan. Rif hukumati zamonaviy asoslar ve madaniy qonunlar asosiga qurilgan bo'lib, siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustaqil hisoblanadi. Zamonlardan biri va boshqa xalqlar yashag'inidek hur yashashni orzu qiladi. Rifning barliq miroslarga boshqa tajovuzchi davlatlardan avval o'zi bakrak haqli deb qaraydi. Ajablanarli yeri shuki, sizlar qandoqsiga Rif davlati bilan murassalashish, e'tirof qilish, qo'shnidorchilik munosabatini saqlab qilish va hujum qilish, haqorat qilishning o'rniga Rif xalqi bilan birlashish qatorliqlarning ispanlarning jonijon manfaat ekanligini unutib qoldinglar. Oxirgi xitobim shuki, Rif o'zgarmaydi va ilgirki holati davom qiladi va ispanlarning Rifni mustaqillik e'tirof qilish asosiga bo'lgan sulhlarni qabul qiladi. 1921 yildan 1923 yillar orasidagi mana bu Çin iroda natijasida ispanlar qayta askariy kuch yo'tkashni qaror qilishdi va o'z qo'shinlarini Rifning sharq va g'arbiga qayta o'rinlashtirdi. Mililiyadan bostirish hujumlarini qo'zg'ab, xeli ko'p rayonlarni changilg'a kirgizib oldi. Buning tafsiloti keyingi bobda keladi inshaalloh. Ularning qo'shini tez Azraga kelganida ig'ir talofat uchradi va Xattabiy bilan suhbatlashishga majbur bo'ldi. Ammo suhbat Xattabiy mukammal mustaqillik shartida ching turganligidan mag'lub bo'ldi. Natijada 1924-yili urush yangidan portlab, Petivan shahri atrofida ikki dona jang yuz berdi va qo'zg'olonchilar bu ikki jangda g'alaba qildi.
İspanlar bu qatam yana kelishim tuzishga uringan bo'lib, ikki rayonlar Rifga tava qilib, dengiz sohili rayonlarining mustaqilligini saqlab qolmoqchi bo'lgan. Rifliklarning bu taklifiga bo'lgan radiyasi nihoyat keskin bo'lib, Rif hukumati bosh siyosiy maslahatchisi Muhammad ibn Mahmadi bayonotda mundaq degan: qo'zg'olonchilar janglarda doim g'alaba qozonadi. İspanlar bo'lsa mag'lubiyatchilardir va Rif hukumati sulhida ispanlarning moddiy to'lam berishi va mustaqillikni e'tirof qilishini shart qilgan edi. Ammo bu shartlar rad qilindi va shu sababli jang qaytadan tortildi. 3. Fransiyaga qarata tashqi siyosati. Rifliklarning shonli g'alabasi Fransiyaliklarni ko'p bearam qilgan bo'lib, 1921-yili Rif hukumatining e'lon qilinishi ularning qalblariga qo'rqinch selib qo'ygan edi. Chunki bu ularning mag'ribdagi mavjudligiga emas, balki butkul Shimoliy Afrikadagi barliq ishg'oliyatiga tahdid elib keladi. Chunki ular qo'zg'olonni Afrikadagi kuchi bor rayonlargacha kengayishning faqat vaqt masalasi ekanligini obdan biladi. Fransiyaning bu plani Marshal Liyoti bilan qo'mondonlari orasida avatilgan xat cheklardan ro'shan bo'ldi. Bu kishi oxiri Xattabini e'tirof qilib, jang ishlariga salohiyati to'shadigan pishqon qo'mondonlar qatoriga tizgan bo'lib, o'z xatlarida Xattabining islomiy davlat tuzish niyati borligini tilga olib, Fransiyaga ko'p qatim ogohlantirish bergan edi. Ba'zi xatlarda mundaq kelgan: Mag'ribda islom davlati barpo bo'layotdi. Bu o'z ayni xatarlikdir. Butkul islom dunyosi hozir Rifda yuz berayotgan bu urushni qiziqish ichida kuzatyotdi. Bu inqilob islom shaharlarida mustamlikka manfaati bo'lgan barliq Yevropa davlatlarining ta'siriga tahdid elib keladi. Masalan, Shimoliy va G'arbiy Afrikada, Fransiyaga islomiy egilik mulklarida, Hindistonda va Angliyaga tahdid elib keladi. Bu yerda bizning tuzumimizga pasqa yaqin joyda zamonaviy va islomiy davlat qurishdan xatarlik narsa yo'q. Bu davlat bizning a'zolarimizdan istifa berganlar emas, balki kelgusiga bo'lgan tunishni kengaytgan va chet elliklarga o'chmanlik fikri taraqqiy qilgan nurg'un yoshlarni Xattabiga chuqinadigan qilib qo'ydi. Bizning Xattabining g'alaba qilishiga yo'l qo'yishimiz O'tir dengiz qirg'oqlarida bo'lgan islom imperatorligining bosh ko'tarishidan darak beradigan bo'lib, Yevropaga yangidan islomning kengayishi demakdir. Bu qabul qilishga bo'lmaydigan ishdir. Fransiyaning qo'zg'olonchilar haqida dushmanlik bayonotlariga qaramay, Xattabining ularga qaratgan siyosati yumshoqlik bilan elastiklik o'tirisida normal bo'lgan edi. Bu holat toki 1924-yilning oxirigacha davomlashgan bo'lib, bu vaqtlarda Fransiyaliklar Rifning ba'zi rayonlariga singib kirishga uringan edi. Xattabining deyishicha, haqiqatda Fransiyaliklar Rif davlatining qurilishiga asla rozi emas edi. Biz ular qo'shni davlatlardan ayrilguncha qizg'in muomalada bo'ldik. Ularni yangi tuzumimizga kirgizishga urinmadik va kishilarni zamonaviy urush uslubida tarbiyalamadik. Shuningdek, qo'zg'olon hukumati tashqi ishlar ministri Ajdardagi Fransiya elchisiga bir qancha qatim tahdid avatgan bo'lib, mazmuni mundaq: Fransiyaliklar hozir Bani Zorvalni kontrol qilishga urinish orqali zo'r ziyonga sababchi bo'layotdi. Ular o'zlari bu haqda oz ziyon tortmaydi. Bilib qo'yingki, biz ispanlarga qarta cho'ng g'albini qo'lga keltirdik. Qandaqli bo'lmasin, Rif Cumhuriyati chet elliklarni farqlantirmaydi. Fransiyaliklarning kuchini biladi va qadrini qiladi. Ammo Fransiya doiralari shuni bilish kerakki, agar ular ilgirlamoqchi bo'lsa, mayli Bani Zarval qabilasi bo'lsin yoki Mathu qabilasi bo'lsin, mayli boshqa qaysi nuqtada bo'lsin, aniqki oramizda urush yuz beradi. Boshqa amal yo'q. Hamma rifliklar o'z davosi yo'lida o'limga tayyordir. Shundoq bo'lishiga qaramay, Fransiya kuchlari inqilobchilarga qarshi tajovuzchilik va pastkash harakatlardan qilcha voz kechmadi. Fransiya qo'shin qo'mondoni Liyoti 1922-yilning 5-ida Rifga iqtisodiy jihatdan hujum qilishga boshlagan bo'lib, Rif janubidagi Varga vodiysi rayonlarining qo'zg'olonning ta'siridan qo'g'dashni bahona qilib ishg'ol qilib olgan edi. Lekin
haqiqiy maqsad bo'lsa, xalqdan keladigan yordamni to'sish va muhim iqtisodiy manbasidan ayirib tashlash uchun Rif bilan Mag'ribning boshqa asosliq yo'llarini uzib tashlash edi. Chunki Varga vodisi Rifliqlarni bug'doy, zaytun qatorliq mo'l husul ta'minoti bilan ta'minlaydigan asosiy manba hisoblanadi. Dal mushu vaqtda, ya'ni Fransiya bexatarlik organi o'z kontrolligidagi inqilobni qo'llovchilar va qo'zg'olonga hamkorlashadigan atkas mol savdogarlarini tutqun qilgan edi. Shuningdek, yana Bani Zo'rvaldagi Fransiyaga xizmat qiladigan Abdul Karim ibn Umar Sharif Darqoviga o'xshash bir qism Sofi tariqat mashayihlaridan iborat bozg'unchilarning Xattabiga qarshi isyon harakatlarini qo'llab yordam bergan edi. Hürmetlik anlıqçılar, Xattabi Qur'onlik qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobning anlatışı bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.